Barchaga assalomu alaykum. Vizier podkastida do'stlar, bugungi mehmonimiz Next Generation Development Consulting kompaniyasi asoschisi va Kaizen eksperti Abdulaziz Muhammedov. Abdulaziz aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Avvalambor vaqt ajratib kelganingiz uchun suhbatimizga kattakon rahmat. Kattakon rahmat. Sizlar ham taklif etganingiz uchun ushbu ajoyib podkastga. Bugun xudo xohlasa siz bilan bir professional suhbat quramiz, inshaalloh. Nasib qilsa, odamlarga manfaatli bo'ladi deb umid qilaman. O'zi kuningiz qanday o'tdi bugun, Abdulaziz aka? Kunimiz shu loyihalar bilan har doimgidek qizg'in, ajoyib o'tdi. Hozir loyihalar stress jihatdan qiynab qo'ymayaptimi? Har doim deyarli qiyin desa ham bo'ladi, chunki bir vaqtda o'zi bir necha loyiha ketadi. Tizimlashtirish, optimizatsiya, kaizen bo'yicha. Bu o'rganib ketganmiz. Unaqa qiyinchiligi yo'q. Faqat deadline yaqinlashganda odatda shu bilasiz, hamma ishlar qiziydigan, отчетlar tayinlanadigan va ish topshirilgan payti xuddi shunaqa bir ikkita loyihalarimiz bo'lganki, hozir ajoyib bir vaqt. O'zi deadline bo'yicha ishlash juda ham qiyin bo'lsa kerak, chunki o'zim ham juda ko'p shu bo'yicha muammolarga uchrayman, ya'ni vaqtida tugatish. Bitta muammo borda. Misol uchun sizga deadline beriladi-yu, o'sha deadline yaqinlashgan paytda odam ichidan bir narsasi chiqib kelaveradi. Ya'ni o'sha narsani qilishim kerak deydi, lekin boshida hech qachon qilmaydi. Sizda ham mana shu oxirga qo'yib qo'yasizmi har doim ishlarni? Bizda konsalting proyektlarda o'z umuman hamma bu xoh katta konsalting kompaniyalar bo'lsin, xoh bizda bu sferada muammo shundaki, biz mijoz bilan birga ishlaymiz va eng katta muammo bu ma'lumotlarni o'z vaqtida qabul qilmaslik. Ya'ni cho'zib oxiriga taqab beriladi ko'pincha. Shuni hisobiga biz deadline yaqinlashib qolamiz. Bu deyarli McKinsey bo'ladimi, KPMG, ana Big Four kompaniyalar bo'ladimi, hamma bu muammo bo'lgan, bo'ladi ham. Tushunarli. Demak, Abdulaziz aka, sizni mutaxassisligingiz bo'yicha, tajribangiz bo'yicha hozir biroz gaplashsak, qanday bo'lgan o'z tajribangiz? Mana shu mutaxassisligingiz bo'yicha. Xo'p, umuman olganda, Janubiy Koreyaning Chungnam Milliy universitetining elektronika injiniring sohasini tugatganman. Shu o'qib yurganimizda 4-kursda Dr. One dron ishlab chiqarish kompaniyasida ishlaganman. Injener bo'lib turib. Undan keyin bo'lsa O'zbekistonga qaytib kelganimizdan keyin O'zavtosanoatda lokalizatsiya bo'limida ishlaganman. Undan keyin bo'lsa elektromobillar bo'yicha elektrlashtirish va infrastrukturani rivojlantirish bo'yicha menejer va O'zavtosanoatdan keyin Texnopark kompaniyasida ishlaganman. U yerda sanoat avtomatlashtirishi va robotlashtirish markazi rahbari sifatida ishlaganman va Kuka sanoat robotlarini rasmiy dileri bo'lganmiz va integrator bo'lganmiz. O'zbekistonda bir necha katta industrial kompaniyalarda robotlarni implementatsiya qilganmiz, integratsiya qilganmiz. Hozirgi kunda Next Generation Development Consulting kompaniyasi rahbari sifatida va asosiy konsultant sifatida faoliyat yuritaman. Shu bilan birga shu katta to'rtlikka kiruvchi Ernst & Young kompaniyasida subkonsultant va IPC Germaniya konsalting kompaniyasida ham subkonsultant bo'lib ishlayman. Shu bilan birga qatorda shu bir nechta IT loyihalarimiz bor. Bu hozir eng avgustda nima deydi, bozorga bir yangilik sifatida chiqadigani bu blockchain texnologiyasi asosida yashil energiya sertifikatlarini bozorni rivojlantiruvchi bir platformani ishga tushiramiz va yashil energiya sertifikatlarini bu dunyo bozoriga sotishni boshlashni reja qilib turibmiz. Demak, oliy ta'lim sizda Janubiy Koreyada bo'lgan, a? Xuddi shunaqa. Injiniring yo'nalishida o'qigansiz. Muhandislik yo'nalishi bo'yicha o'qiganman. 4-kursimda dron ishlab chiqarish kompaniyasi deysizmi? Xuddi shunaqa. Dron ishlab chiqarilgan. Dron ishlab chiqarish bu universitetimiz o'zida bunaqa startaplardan kamida 3 ta bor edi. Bizaniki birinchi etapda bu oddiy kundalik shu dronlar bo'lsa, $300 videoga oladigan bo'lsa, keyingi etapida o'sha bo'shash arafasida uchadigan taksilar bo'yicha loyihani boshlayotgan edik. Uchadigan taksilar? U paytda faqatgina Airbus kompaniyasi va Hyundai tomonidan bunaqa konseptlar ishlab chiqarilgan edi. Asosiy bozor muammosi bu uchadigan taksilar to'g'risida umuman hali tasavvur mavjud bo'lmasligi bo'lgan. Ya'ni bizim bilamiz, mashinani 4 ta baloni bor.
Ha. qanaqa ko'rinish kerakligi taxminan farasi, masalan, orqa tomonda, oldin tomonda. Ha. Lekin hozir o'sha Google qilib ko'rsanglar, uchadigan taksilarning o'sha paytdagi konsepsiyasini ko'rsanglar, Airbus'ning konsepsiyasi umuman boshqacha, xuddi vertolyotga o'xshagan, Hyundai'ga umuman boshqa, yana Yevropaning kompaniyalarida xuddi mashinaga o'xshab qanot chiqazadigan, ya'ni umuman standart bir konsepsiya bo'lmagan. O'sha bo'yicha eng asosiy challenge deydi-ku, muammo bo'lgan. Undan keyin bo'lsa, shu pandemiyaga yaqin 20-yilda O'zbekistonga qaytib kelganmiz. U yerda birinchi bo'lib turib, O'zavtosanoatga boya aytganimdek ishga joylashganman. Asosiy meni vazifam shu O'zbekistonda elektromobillarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishda rivojlantirish bo'lgan. Lokalizatsiya bo'lgan. O'zbekistonda elektromobillarni ishlab chiqarishni rivojlantirish. Xuddi shunaqa. Elektromobil ishlab chiqaruvchilar bilan kelishuvlar, ular bilan переговорlar amalga oshirilgan. Hozir mana jarayon qanday ketyapti, xudo xolasa? Yo'q, mana Shavqatbek Alimov BYD O'zbekiston Factory kompaniyasini direktori bo'ladilar va mana birinchi nima deydi, boshlig'im desam bo'ladi. Endi BYD bu Xitoy brendi, O'zbekistonda ishlab chiqarish bo'lyapti, to'g'rimi? Jizzaxda ishlab chiqariladi. BYDlarni. O'tgan yildan ishga tushdi, bu yildan menimcha полный siklda ishlab chiqarish boshlangan. Boshqa brenddan ham misol uchun O'zbekistonda o'zimiz brend ham ishlab chiqarish kutilmoqdami yoki elektromobillarni aytmoqchi? Elektromobil katta ish mahal. Yo'q, moshina ishlab chiqarish oson emas. Masalan, bizda aytiladi 30 yil davomida o'zimizni brendimizni yoki o'zimizning mashinamizni razrabotka qilinmagan, ya'ni ishlab chiqilmagan deymiz. Bitta masalan taxminan bitta mashinaning shassisining razrabotkasi, ya'ni tek qismi deyiladi, platforma deyiladi. 2-4 milliard dollar turadi. Masalan, Onyx bilan Tracker'ni shassisi GM platformasi deyiladi. Aniq esimda yo'q, lekin bu 2-4 dan ham qimmatroq edi o'shani ishlab chiqarish uchun. Endi bu Sereniga alohida zavod qurishga alohida pul ketadi. O'zbekiston bozori juda ham kichkina hisoblanadi. Bu mashina ishlab chiqarish uchun juda ham kichkina hisoblanadi. Yo'q, mashinani razrabotka qilish, ya'ni o'zimizning mashinani noldan razrabotka qilish uchun juda ham kichkina bozor hisoblanadi. Qachonki faqat eksportga ishlasa, xuddi Yaponiya yoki Janubiy Koreyaga o'xshab, unda balki bo'lar. Qachondir. Endi odatda dunyo tajribasidan olib qarasak, mashina ishlab chiqarishdan oldin birinchi facelifting degan narsa bo'ladi. Xuddi Nexia 1.2 qilgandagi birinchi qanaqadir ham tayyor mashina razrabotka qilingan mashinaning bazasida stili o'zgargan, nima deydi, dizayni o'zgargan mashina chiqariladi. Ana undan keyin etap-etap razrabotka bosqichiga yetib boriladi. Undan keyin bo'lsa, bizda texnoparkda ish boshlaganman. Bu ham juda ham qiziq jarayon bo'lgan. Sababi O'zbekistonda sanoat robotlarini shu kompaniyalarga qo'yish, sotish, shu yo'nalishni rivojlantirish vazifamiz bo'lgan. Biz hozirgi kunda bilamiz, eng robotlashgan kompaniya bu O'zavtosanoat kompaniyalari hisoblanadi. Masalan, Asakada taxminan adashmasam, aniq bilmayman, lekin 500 taga yaqin sanoat roboti bor. Motor zavodida ham shuni yarmisiga yaqin bo'lsa kerak. Undan keyin shu Artel, Texnopark kompaniyalarida. Men Texnoparkda ishlaganman. Taxminan 40 ta 50 ta sanoat roboti bor. Bu svarka jarayonidan tortib to qoliplash, tayyor mahsulotni taxlashgacha bo'lgan vazifalarni bajaradi. Ya'ni xavfli darajadagi vazifalarni bajaradi. Bunga biznes egalarining hozir munosabati qanaqa bo'lyapti sanoatda shu robotlarni ishlatish? Bu hozir bitta robot emas, bu ERP sistemasi deymizmi, dasturiy ta'minotlar bilan ham xuddi shunaqa holat. Ularni implementatsiya qilish boshlangan, lekin ishlab chiqarishda robotlashtirish kompaniya foydasini, bu qanaqa qilib biznes egasi robot foydasini hisoblashiga bog'liq. Agar faqat ishchi kuchi bilan hisoblasa, bu hech qachon o'zini oqlamaydigan vazifa. Robotda yana boshqa nima sifatida foydalanish mumkin ishchi kuchidan tashqari? Yo'q, bu ishchi kuchini o'rnini bosadi, lekin bu yerda kompaniyaning tezligi degan narsa bor. Ya'ni katta zakaz kelib qoldi. Tasavvur qilinglar, Texnopark xolodilnik ishlab chiqaradigan zavodda. Faqat shtampovkani o'zida, ya'ni press uskunalarini o'zida adashmasam 8 ta yoki 9 ta ABB roboti turadi.
u birinchi navbatda bu xavfli zona hisoblanadi. Qoliplar bilan ishlash odam uchun. Ya'ni yuqori xavf qisilib qolishi mumkin, tan jarohati yetishi mumkin. Ikkinchidan bo'ladigan bo'lsa, bir maromida bunaqa katta jismlarni harakatlanishi odam agar ta'siri bo'ladigan bo'lsa, kompaniyani bir maromida mahsulot yetkazib berishga ta'sir qilishi mumkin. Tasavvur qiling, katta sizda buyurtma bor, uni vaqtida yetkazib berish kerak. Yoki mana pandemiyani ko'rgan bo'lsangiz, juda ham o'zgaruvchan bo'ldi. Bir yetkazib berish zanjirida uzilishlar bo'ladi, ya'ni tovar xomashyo kelmay qoladi. Bu tomondan buyurtma ko'payib ketib qolishi mumkin yoki umuman kamaytirib ketishi mumkin. Bu vaqtda kompaniyalar qiynaldi, ishchi olishga sababi bilmaydi, ertaga mavhum ishchi bo'shatishim kerakmi yoki bo'shatmasligim kerakmi? Agar buyurtma bo'lmagan bo'lib qolsa. Ikkinchi holat, bu buyurtma ko'payib ketib qolsa, qanaqa qilib ishlayman? Robot 24 soat ishlaydi agar uni to'g'ri joriy qilingan bo'lsa. Shu hisobiga buni ko'p afzalliklari bor. Masalan, shunaqa kompaniyalar borki, masalan, g'isht zavodida robotlar ishlaydi O'zbekistonda. G'isht zavodida. Ikkita men o'zim ko'rganman, bu bittasi Orient Groupga tegishli. O'ta deyarli odam o'zini ko'rmaysiz, butun zavod avtomatlashtirilgan. Juda ham bir ajoyib zavod. Texnologik zavod desa ham bo'ladi. Ikkinchisi o'sha Angliyada joylashgan, u yoqda ham ikkita ko'k robot ishlaydi. G'ishtlarni tayyorlaydi, g'ishtlarni bu paletlash uchun. Sanoatda robotlarni ishlatish bu qaysi taraflarga foydali deb hisoblaysiz? Misol uchun ishchi kuchini, xarajatni kamaytirish va endi robot bo'lgandan keyin 24 soat ishlaydi deysiz-ku, joriy qilsa, to'g'ri joriy qilsa. Ko'pincha meni xayolim kelayotgani bu xarajatni kamaytirish. Yo'q, xarajatni kamaytirish bo'yicha hech qachon o'zini oqlamaydi desa ham bo'ladi. Oqlashi mumkin qanaqadir ham darajada. Eng ko'p ishlatiladigan soha bu avtosanoat. Nima yangi texnologik, masalan, sensor bo'ladimi, robot bo'ladimi, liniyalar bo'ladimi, nima texnologik yangi narsa chiqsa, ko'pincha avtosanoatga chiqaziladi, mo'ljallanadi, qo'llaniladi. Sababi avtosanoat bilasiz, minutiga nechtadan mashina ishlab chiqazadi. Butun bir necha yuz protsessdan iborat. Agar bitta protsess inson omili tufayli izdan chiqadigan bo'lsa, butun zavodda izdan chiqishiga olib keladi. Ikkinchi tomondan bo'ladigan bo'lsa, bu birinchi navbatda prosesslarni o'zgaruvchanligini kamaytirish bo'ladigan bo'lsa, robot. Ikkinchi jihatidan bu sifatga ta'sir qiladi. Xato qilmaydi, to'g'ri? Xato qilmaydi. Odam masalan eng ko'p foydalanadigan soha bu payvandlash. Avtosanoat deymizmi, texnoparkda lift zavodi deymizmi, u yerda payvandlash sohasiga ishlatiladi robotlar. Inson bunaqa qiyin ishni xatosiz qila olmaydi. Ya'ni choklarini o'sha payvandlayotganda bir tekisda sifatli qilishi juda ham qiyin. Shu sababli robotlar ishlatiladi. Robotlarni ishlatiladigan soha ko'p. Masalan, O'zbekistonda shu paletlash deymizmi, sement zavodlarida bor, o'g'it ishlab chiqaradigan zavodlarda bor. Texnoparkda masalan har xil sohalarda ishlatiladi. Bu shtampovkalar bilan ishlash bo'lsin, o'sha press uskunalari bilan tayyor mahsulotni qadoqlash bo'lishi mumkin. Yoki liniyalarning o'rtasida mahsulotni bir joydan ikkinchi joyga ko'chirish mumkin. Ya'ni bu yerda faqat foydani umuman avtomatlashtirish foydasini, bu ERP sistemasini qo'yamizmi yoki robotlashtirish bo'ladimi? Inson kuchi bilan o'lchanmaydi. Bu ko'proq shu foydani qo'yib yubormaslik. Buyurtma keldi, uni o'z vaqtida sifatli yetkazib berish. Va o'shaning foydasi bilan o'lchanadi ko'pincha. To'g'ri bo'ladi. Bunaqa o'lchaydigan bo'lsa agar. Robotlarga qiziq narsalar ko'rib qolaman ba'zi paytda ijtimoiy tarmoqlarda, misol uchun Yaponiya, Xitoylarda ko'rib qolaman. Targoviy sentrlarda, ovqatlanadigan joylarida robotlar xizmat qilib yuradi insonlarga. U darajagacha bizda hali ozgina bor bo'lsa kerak. Masalan, menga unaqa qiziq emas, ochig'i bunaqa robotlar menga real holatda shu sanoatda rivojlanishiga hissa qo'shadigan, ya'ni odam uchun xavfli bo'ladigan jarayonlarni oldini oladigan robotlar men uchun juda ham qiziq bo'lgan. Ya'ni masalan, Texnoparkda oxirgi qo'ygan robotlarimiz 700 kilogacha shu mis o'ramini ko'tara oladi. 700 kilogramm bitta anaqa buxtasi 700 kilogramm bo'ladi. Keyin men bitta anaqa bor, noto'g'ri yanglish fikri bor. Bu avtomatlashtirayotganda, raqamlashtirayotganda ko'p odamlar aytadi, biz yoki optimallashtirish o'zimizdan oddiy konsultatsiya loyihalarimizni optimallashtirsa, inson kuchini kamaytirish, ishdan bo'shatish tushunishadi yo'q. Birinchi navbatda kompaniya o'zini prosesslarini to'g'rilagandan keyin bu yana ham raqobatbardosh bo'ladi bozorda. Ikkinchi navbatdan bo'lsa,
robotlarni misol etadigan bo'lsak, kvalifikatsiyasi kam ishchidan kvalifikatsiyasi ko'proq ishchiga talab oshadi. Ya'ni robotni har doim biza masalan ta'minlab turishimiz kerak. Maintenance deydi. Ya'ni unga kunora o'sha aylanib to'g'ri ishlayaptimi, o'sha moyi joyidami, koordinatsiyasi to'g'rimi, yo'qmi deb tekshirib turamiz. Uni programmalashtirish kerak. Programma qilish uchun ham bizda o'sha yaxshi o'quvchilar, dasturni biladigan o'quvchilar bo'lish kerak. Ishchilar deymizmi? Mutaxassislar bo'lish kerak. Demak, Abdulaziz aka, asta-asta mana mavzular bilan asosiy mavzularga kiryapmiz. Optimallashtirish, tizimlashtirish, avtomatlashtirish mavzular haqida gapirib o'tib ketdingiz. Boshida sizni tanishtirayotganimda Kaizen ekspert dedim. Bu Kaizen atamasi o'zi nima degani? Tushuntirib o'tib ketsangiz, auditoriyaga o'zi nima haqida gap ketyapti Kaizen deganda. Kaizen bu nima? Kaizen oddiy til bilan tushuntiradigan bo'lsa, bu kundalik hayotimizda, xoh bu ishda bo'lsin, xoh o'zimizning hayotimiz bo'lsin, kichik qadamlar bilan mukammallashtirish. Jarayon bo'ladimi? Hamma narsani. Kichik qadamlar bilan mukammallashtirish. Kichik qadamlar bilan mukammallashtirish. Buni ijtimoiy tarmoqlarda ham menimcha post qoldirgansiz bu haqida. Kirib ko'rdim. Bu qaysini borku, har kuni 1% unaqa o'sish. Xuddi shunaqa. Masalan, katta kompaniyalarning muammosi nimada desangiz, katta investitsiyani kutishadi. Ya'ni ish ketyapti, 3 yillab, 10 yillab kompaniya 1 milliard ishlaydi va qachonki katta investitsiya bo'ladigan bo'lsa, katta loyiha qiladigan bo'lsa, masalan, yangi zavod qurish, yangi liniya qo'shilganda qanaqadir o'zgarish bo'ladi kompaniyada. Kaizen falsafasi bo'lsa, hozirgi holatimizda yo'qotishlarni kamaytirish orqali jarayonlarni yaxshilash. Umuman bu faqat jarayonlar emas. Umuman ish sharoitini deymizmi, kompaniyani rivojlantirish. O'zi to'g'ri bo'ladi, agar men Kaizenga o'zi qanaqa kirib kelganimdan boshlasak. Chunki menga bu juda ham tasodifiy bo'lgan. Birinchi navbatda o'sha o'qish paytlarimda o'zimga savol berardim. Nimaga bizda mahsulotlar qimmat va ko'pincha chet bilan solishtirganda sifatsiz ishlab chiqariladi deb. Ham qimmat, ham sifatsiz. Da, shunaqa. Va qo'shimchasiga masalan o'zim yashagan shu Janubiy Koreyada kuniga taxminan ish haqi bir 80-100 dollar bo'lishi mumkin. Yer joyi juda ham qimmat, bilasiz. Energiya resurslari juda ham qimmat. Masalan, Qatardan yoki Amerikadan shu suyultirilgan gaz olib kelishadi. Lekin shunda ham bir sifatli va arzon narsa chiqarishadi. Bu Yaponiyada xuddi shunaqa. O'zining resurslari yo'q davlatda ham. Mana avtosanoatda ishladik. O'zini o'sha Toyota ishlab chiqarish sistemasining bir analogi bo'lgan o'zligining sistemasi bor. Texnoparkda ham ishlayotganimizda Toyota ishlab chiqarish sistemasi bilan tanishganman. Ya'ni ishga kirishim bilan birinchi haftaning o'zida o'tirganimda qo'limga o'quv markazini grafika tushib qolgan edi. Esimda bor. O'shanda turk o'qituvchimiz, mentorimiz nom yozilgan va Toyota ishlab chiqarish tizimi. Menga qiziq bo'lgan, o'zi nima ekan bu? Yana ham bu chet ellik mutaxassis o'tadigan bo'lsa, nimadir ham yaxshi narsa bo'lsa kerak deb kirganman. Ruxsat so'raganman. Shu paytda olim aka bo'lardilar, o'quv markazining rahbari. Bo'ldi, kiraver, bemalol muammo yo'q deganlar. Keyin kirganman, o'sha birinchi darsni o'zida eski savollarimga javob topishni boshlaganman. Mana shu narsa jamiyat uchun, bizning kompaniyalar uchun juda ham kerakli narsa. Chunki bizda rejalashtirish hisobiga, noto'g'ri rejalashtirish hisobiga, jarayonlarni noto'g'ri tashkillashtirish hisobiga yo'qotishlar juda ham katta. Bu energiya resurslar bo'lsin, bu inson resurslari bo'lsin, bu hamma xomashyo bo'lsin, juda ham katta yo'qotishlar bor kompaniyalarimizda. Keyin vaqt sayin o'zim kurslar sotib olganman, Amazondan kitoblar buyurtma qilib izlanishni boshlaganman, ya'ni o'zim o'qitishni boshlaganman. Qiziqib. Xuddi shunaqa. Keyin mana shu sanoatlash robot masalasi bo'yicha O'zbekiston deylik katta kompaniyalarning hammasida bo'lganmiz. Ko'rganman u yerda proseslar qanchalik darajada juda ham yaxshi yo'lga qo'yilmaganligini. Shundan keyin xayol kelgan, bizda demak avtomatlashtirish yoki robotlashtirishimizdan oldin kompaniyalarni birinchi navbatda jarayonlarni to'g'rilab olishimiz kerak. Komandani rivojlantirishimiz kerak. Komandani shunaqa rivojlantirishimiz kerakki, o'z ustida doim ishlab turib, u kompaniya har doim oldinga qarab borishi kerak. O'z tegini aytadigan bo'lsak, bu Toyota ishlab chiqarish sistemasida
Toyota ishlab chiqarish Da, o'zi shunaqa. Bu hozir Kaizen yoki Toyota ishlab chiqarishini Kaizen hamma joyda bor hozir. Bu masalan ko'rsanglar yaqinda ko'zim tushib qoldi, AMD Jizzax shu Kia Chery ishlab chiqargan zavodda ham AMD Manufacturing System degan so'zga ko'zim tushib qoldi. Bu shu Toyotani bir anaqasi, Kaizenni yoki Toyota ishlab chiqarish sistem tizimini nusxasi. Bu General Motors'da ham bor. Bu Fiat'da ham bor. Bosch Manufacturing System deylik. Katta kompaniyalarning hammasida bor. Bu siz katta kompaniya bo'la olmaydi. Bu tizimsiz, bu menejmentsiz, bu falsafasiz, bu doimiy nima deydi? Yaxshilanishsiz, takomillashsiz kompaniyalar o'sa olmaydi. Shu katta kompaniyalardagi ko'rganmiz avtomatlashtirish loyihalari o'zingiz ham ko'p eshitgan bo'lsangiz kerak podkastlarda ko'p ERP loyihalari deymizmi, raqamlashtirish loyihalari muvaffaqiyatsiz bo'ladi. O'zimiz ham proyektlar davomida ko'rganmiz kompaniyalarda $1,5 million $1 million sotib olingan tizimlar ishlamaydi, ishlatilmaydi. Yoki eng yomoni oldingi muammolarni hal qilish o'rniga yanada ham muammoni ko'paytiradi. Yana ham ishchi kuchini ko'proq talab qiladigan holatlar ham bor. Bu misol sifatida sal o'tib ketaman. Unaqa holatlarni ko'p ko'rganmiz. Shu. Kaizen bu har kuni kichik qadamlar bilan doimiy ravishda takomillashtirish. Oson tilda tushuntiradigan bo'lsak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, shu kichik qadamlar orqali kichik o'zgarishlar qilish orqali katta natijalarga erishish. Xuddi shunaqa. Eng asosiysi katta investitsiyasiz. Suhbatingiz orasida gapirayotgan paytingizda bir narsaga e'tibor berdim. Avtomatlashtirish, tizimlashtirish, mana shu so'zlar haqida ko'p gapirdingiz. Tizimlashtirish bilan avtomatlashtirish o'zi nima farqi bor? Xo'p. O'zi avtomatlashtirish ham men o'ylashim bo'yicha meni shaxsiy anaqa fikrim, bu tizimlashtirish bir anaqa qism hisoblanadi. Xo'p. O'zi umuman Kaizenni hozir oxirgi gapirib bo'lmadim. Kaizenning asosiy vazifasi bu harakat bo'lishi mumkin, bu informatsiya bo'lishi mumkin, bu proseslardagi yo'qotishlarni kamaytirish. Yo'qotishlarni 8 turi bor. Masalan, ortiqcha tashish deymizmi, kutish, ya'ni proseslar to'g'ri tashkil qilinmagan hisobiga kutish holatlarini ko'p ko'ramiz kompaniyalarda. Oddiygina masalan, hamma kompaniyalar nima? Ayniqsa davlat kompaniyalarida bitta qo'l qo'ydirish uchun necha soat yoki necha kunlab vaqt ketadi. Bu degani keyingi proseslar cho'zilib ketadi. O'z vaqtida mahsulot qabul qilinmaydi. O'z vaqtida nima deydi? Xomashyo sotib olinmaydi. Texnologiya sotib olinmaydi. Bu degani kompaniyaning rivojlanishi ketaveradi. Surilib. Ikkinchi masala bo'lsa bu tashish. Jarayonlarni to'g'ri, ya'ni uchastkalarni yoki ish joyini to'g'ri tashkil qilmasligi hisobida bu faqat ishlab chiqarish emas, bu xizmat sohasiga ham tegishli. Bu proyektlar bilan bog'liq, ya'ni konsalting bo'ladimi, IT sohasimi, ularga ham tegishli. Ish joyini to'g'ri tashkil qilmasligi hisobiga tashish holati juda ko'p bo'ladi. Masalan, proyekt loyihalarida aytadigan bo'lsak, hozir bu faylni masalan, bizda o'zimizda Teams ishlatiladi. Har doim bizda Excel bo'ladimi, Word'dami, onlayn ishlaymiz. Bu degani avtomatik har doim biz qilgan ishlarimiz saqlanib qoladi va agar ikkinchi odam yoki uchinchi analitik ishi bo'lsa, u proyekt bo'yicha alohida biz har doim faylni yuborib o'tirmaymiz. Bu ham tashishdi. Vaqtimiz ketishi bor, bu yerda konsentratsiya buzilishi bor. Konsentratsiyani qaytarish uchun, ishga qaytish uchun 15 daqiqa vaqt ketadi odatda. Ishlab chiqarish uchun logistikada aytadigan bo'lsak, bu to'g'ri jarayonlar yo'lga qo'yilmasligi hisobga jarayondan jarayonga tashish. Bu eng ko'p tarqalgani. Ayniqsa qo'l mehnati ko'p sohalarda shunaqa. Ya'ni birinchi proses bilan ikkinchi proses orasida masofa bo'ladi. Yoki masalan nuqsonlarni hisobot qilinmaydi, analitikasi yuritilmaydi va uni kelib chiqish sabablari o'rganilmaydi. Yana yo'qotishlardan eng kattasi bu ko'zga ko'rinmaydigan xodimlar inson resurslaridan to'g'ri foydalanmaslik. O'zi, ya'ni shunaqa savolimiz bor edi, Abdulaziz aka. Nega kompaniyalarda Kaizen ko'pincha yoki transformatsiya jarayoni muvaffaqiyatsizlikka uchraydi? Umuman Kaizen demaylik, konsalting proyekt bo'ladimi? IT proyektmi yoki boshqa umuman transformatsiya o'zgarish bilan bog'liq proyektlar nega muvaffaqiyatsizlikka uchraydi? 3 ta asosiy sababi bor. Birinchi navbatda rahbariyatda o'zi ishtirok etmaydi o'zgarish loyihalarida.
pul to'lash bu ishtirok etish emas faqat. Bu ishtirok etish emas, bu ustida turish kerak har doim rahbariyat. Chunki har doim qarshilik bo'ladi. 99 dan emas, 100% loyihalarda qarshilik bo'ladi. Chunki hamma komfort zonaga tushgan bo'ladi, odatlangan bo'ladi shu jarayonlarda va qo'rquv bo'ladi xodimlarda. Ya'ni optimallashtirilsa yoki o'zgaradigan bo'lsa, bir xodim kerak bo'lmay qolishi mumkin. Shu paytda rahbariyat o'zini tushuntirish kerakki, oldindan kommunikatsiyani yo'lga qo'yish kerak. Bu ishdan haydalish uchun emas, aksincha kompaniyani rivojlantirishi, bu xodimni yana ham qiymatliroq joyga o'tkazish. Ya'ni birinchi muammo bu rahbariyatni ishtiroki bo'lmaydi va faqat xodimlardan natija kutishadi. Odatda katta kompaniya bo'lgan bo'lsa, natijani kerak bo'lsa yozib ham berishadi. Xodimlar chizib yozmachilik yoki chizmachilik degandek u holatlar ham bo'ladi. Ikkinchi muammo bo'ladigan bo'lsa, bu faqat instrumentlarga e'tibor berish. Boyatdan yo'qotish turlarini bilamiz. Xo'p, ish joyimizni audit qilib turib, jarayonlarni to'g'ri yo'lga qo'yishimiz mumkin. Lekin agar bu madaniyat sifatida rivojlanmasa kompaniyada, ya'ni doimiy takrorlanmasa, bu muddatli loyiha bo'lib qoladi va bu oxiri nima deydi? Muddatli bo'lgandan keyin bu oxiriga yetib boradi va sekin jarayonlar orqaga qaytishni boshlaydi. Hamma o'z bilganicha ishlashni boshlaydi. Shuning uchun har doim o'zgarish loyihalarini birinchi navbatda rahbariyat qatnashishi kerak. Xodim bunga faqat instrument sifatida emas, madaniyat, taraqqiy, takomillashtirish madaniyati sifatida qarash kerak. Bu jarayon to'xtashi kerak emas. Agar disiplina bu joyda juda ham katta rol o'ynaydi. Aytganingizdek shu, endi menimcha bilmadim, bizda rahbarlarda bu muammo bormi, yo'qmi, shunchaki ishchilardan natijani kutish va pulini berdim, endi ishla davay, ishlalaring deyish. Yo'q, bu tabiiyki bor bu narsa. Biz odatda konsultant sifatida ish boshlashimizdan oldin birinchi navbatda rahbariyat bilan suhbat qilamiz, ularni maqsadini aniqlaymiz va bu loyihada ishtirok etish va etmaslik ehtimolini belgilaymiz. Kamida ikkita loyiha bo'lganligida, men esimda bor. Mana shu tejamkor ishlab chiqarish yoki Kaizen loyihasi bo'yicha o'zimiz tomonimizdan, biz tomonidan loyiha bekor qilingan. Boshlanmasdan turib. Eng qizig'i pul yaxshi to'lanadigan bo'lib turgan. Chunki bu katta kompaniya mashinasozlik bo'yicha yo'nalishi bo'yicha edi. Bu avtosanoat emas, mashinasozlik deganda bu yerda vagon ishlab chiqarish bo'lishi mumkin, traktor ishlab chiqarish bo'lishi mumkin. O'sha bilan adashtirishmasin. Demak, shartnomani sizlar buzgansizlar. Yo'q, buzmas, hali qabul qilmaganmiz. Nimaga deb pul beramiz, bemalol borib optimizatsiya qilib ketaveradi ishga. Bizning maqsadimiz optimizatsiya qilib ketish emas. Bu hech qachon tugamaydigan jarayon. Biz kompaniyada kelib turib, xodimlarni o'qitib, ularda shu Kaizen madaniyatini rivojlantirib, va oxirgi chiqib ketayotganimizda kompaniya har doim o'zini o'zi takomillashtirish madaniyatiga ega bo'lishi bizning asosiy maqsadimiz hisoblanadi. Tabiiyki, jarayonda natija ko'rsatamiz. Masalan, O'zbekiston pochtasida kamida samaradorlik 2 barobarga oshgan edi. 100% samaradorlik oshgan. O'zbekiston pochtasida eng katta loyihalarimizdan bittasi hisoblanadi. Yoki Muza brendi analiz taxminan 2,5 oy ketgan bo'lsa, ertasi kuni o'sha implementatsiyadan keyin joriy qilingandan keyin yangi yechimlar joriy qilingandan keyin 27,5% oshgan. Birinchi kuni, bir kunni o'zida. Eng qizig'i nima bilasizmi? Ish sharoiti yengillashgan. Shu loyihalarimizda bo'lganki, bo'ladiki, har doim bu faqat bitta emas, ikkita emas. Xodimlar boshida qarshilik qilishi mumkin. Bu operatorlar deymizmi yoki boshqalar, oxirida o'zlariga rahmat aytishadi. Boshida diskomfort tuyulsa kerak. Chunki mana masalan, og'ir yukka birinchi protsessdan ikkinchi protsessga tashish kim yoqadi? Albatta. To'g'risi, yoki issiq sharoitda yoki chang sharoitda ishlash kim yoqadi? Bu Kaizen loyihalarini xususiyati shuki, nafaqat bu pul tomonidan foyda keltiradi kompaniyaga. Ishchilarni mehnat sharoitini juda ham yengillashtiradi. Ham foyda, ham o'zi savolimiz Kaizen loyihalarining muvaffaqiyatsizlikka uchrashiga o'zi nima sabab bo'ladi degandik. Shu rahbariyatning qatnashmasligi va boshqalarni sanab o'tdingiz.
Va foydalarini ham shu taraf bilan birdaniga loyihalar. Foydasi ko'p. Masalan, hozirgi kunda mana adashmasam Integration Consulting kompaniyasi tomonidan, bu GIS tomonidan moliyalashtirilgan loyihalar ketyapti. O'zbekiston biznesini adashmasam yashillashtirish masalasi bo'yicha edi. Va o'shani bir qism sifatida Lean Six Sigma, ya'ni Lean bu o'zi tejamkor ishlab chiqarish. Kaizenni Yevropadagi nomi ham bo'ladi. Xuddi shu juda ham har xil nomlar bilan ataladi o'zi Kaizen. Masalan, Yaponiyada Kaizen deyiladi yoki Yevropada ko'p tarqalgan bu Lean, ya'ni tejamkor. Lean production degani tejamkor ishlab chiqarish deyiladi. Six Sigma bu Motorola tomonidan joriy qilingan, bu ko'proq sifatga, statistika orqali kompaniyani barqarorlashtirish uchun ishlaydi. Lean Six Sigma ikkita instrumentda bir qo'shilgan metodologiyasi. Shu prinsiplarni ham O'zbekiston tekstil kompaniyalarida, turizm kompaniyalarida joriy qilishyapti adashmasam. Endi biz o'zimiz to'g'ridan-to'g'ri qatnashmaganmiz, biz endi nasib qilsa shu narsaga kirib borish arafasidamiz. Suhbatimiz davomida har bitta tajribangizdan bo'lishyapsiz. Shu joylarda ishlaganman, shu joylarda mana shu loyihalarni amalga oshirganman deyapsiz. O'zi hozirgacha qanchadan qancha kompaniyalarda mana shu loyihalarni amalga oshirgansiz? Hozirgi kunda 30 dan ortiq konsalting loyihalarni amalga oshirganmiz. Menimcha 40 ga yaqinlashib qolgan bo'lsa kerak 3 yil davomida. O'zbekiston pochtasida E'tiqod mebelda birinchi proyektimiz bo'lgan. Juda ham bir foydali, bizani birinchi bozorga chiqishimiz uchun sabab bo'lgan loyiha hisoblanadi. Bundan tashqari davlat banklarida, o'zimiz davlat banklari emas, umuman banklarda, xususiy banklarda amalga oshirganmiz. Taxminan 4 ga yaqin bankda. Boshqa kompaniyalarda ham bor. Masalan, hozirgi kunda faqat tizimlashtirish bilan emas, strategiya bilan ham qo'shamiz. Bu IT kompaniyalarga, IT kompaniyalarda shu hozirgi holatini audit qilib, operatsiya jarayonlaridagi nomuvofiqlikni aniqlab va shunga yarasha yana strategiya ishlab chiqamiz. Kompaniya yana qaysi yo'nalishlarda o'sa oladi degan mavzu bo'yicha. IT kompaniyalarda hozir SaaS bo'ladimi, o'sha xuddi ERP ga o'xshagan SaaS modeli bo'yicha ishlaydigan yoki individual qanaqadir ham banklarga решение beradigan, yechimlar beradigan kompaniyalar bo'ladimi? Ularga o'sha strategiya ishlab chiqamiz. Umuman olganda tizimlashtirish va strategiya bilan bog'liq loyihalarimiz 30 dan ortiq. Tushunarli. IT haqida ham gapirib o'tib ketdingiz hozir. Bizda o'zimizda shunaqa savol bor edi, sizga bermoqchi bo'lgan. Nega kompaniyalarda IT loyihalar amalga oshmaydi degan. Chunki menimcha muhandislik yo'nalishingiz bo'lgani uchun IT ga ham juda katta unaqa sizda ham bor yo'nalishingizda. IT ga o'zim kodlamaganman, endi o'qish paytida nimaga bo'yicha, backend bo'yicha programmalar qilganmiz. Asosiy aytdim, bu shaxsiy fikringizni bilsangiz. Transformatsiyani bir o'zi IT loyihalarini joriy etish. Birinchi navbatda IT umuman IT ishning ko'pincha tizi bo'yicha, ya'ni texnik topshiriq bo'yicha etilgan ishni bajarib ketishadi odatda. Bu 80% holatda. Agar masalan SAP deymizmi, SAP ga o'xshagan kompaniyalar balki ularni o'z ishlab ko'rmaganmiz, ular jarayonlarni o'rganib, birinchi jarayonni to'g'rilab olishadi. Bizdagi ko'chadagi masalan ERP deymizmi yoki individual yechim beradigan kompaniyalar etilgan bo'yicha qilinib ketadi. O'tda savol tug'ilmaydi, o'zi bu jarayon to'g'rimi? To'g'ri ishlashyaptimi degan. Bizning tajribamizda bo'lganki, masalan, kompaniya xorij bilan ishlaydi. Va ma'lumotlarni o'sha tovar qabul qilib olgandan keyin ma'lumotlarni 3 ta tizimga kirityapti. Savol tug'ilgan. Bir xil ishni 3 marta bajaryapsizlar. Va kamida kompaniyani xodimlari yarim kun vaqt ketyapti shu narsaga. Nimaga deb so'raganmiz. Chunki bu xalqaro, bu partnyorimizga, bu o'zimizning tizimimiz. Biz xuddi ERP demayman, shunga o'xshagan bir katta tashkilot tizimida bu narsani monitoring qilishimiz kerak. Xo'p, oddiygina IT mutaxassislarni shu kim ishlab chiqqan bo'lsa bu dasturni chaqirib kodini to'g'rilab qo'yish mumkin emasmi? Bitta dona kiritganini 3 taga yuboradigan qilib. Bu bilan taxminan 1 oycha talashganmiz. Va rahbariyatga chiqqanimizdan keyin taxminan 2 kunda shu masala hal bo'lgan.
butun boshli kompaniyani operatorlarni yarim kun ish vaqti tejalgan desa ham bo'ladi. Bu kichkina kompaniya emas, bu yechim bergan eng qizig'i. Juda ham taniqli kompaniya desa ham bo'ladi. Shunga o'xshab asosiy muammo IT loyihalarni amalga oshirishdan oldin biz birinchi hozirgi holatimizni aniqlab olishimiz kerak. Shu biznes proseslarni chizib olib, savol beramiz jarayonga nisbatan. Bu o'zi keraklikmi, qiymat yaratiladimi, kerakli prosesmi? Har doim proses kerak bo'lmaydi, jarayon kerak bo'lavermaydi. Bizda nima ko'p? Byurokratiya ko'p. Ayniqsa davlat tashkilotlarida. Bitta narsani sotib olish uchun kamida 4-5 ta odamni roziligini olishingiz kerak, unga qo'l qo'ydirishingiz kerak. Unga tushuntirib berishingiz kerak nimaga olayotganingizni. O'shani to'g'rilasa bo'ladi. Bu narsani hattoki davlat kompaniyalarida ham biz amalga oshirganmiz. Shu jarayon to'g'ri kerakmi yoki qayta ishlov juda ham ko'p. Bu ham bir yo'qotish turi. Mahsulotni haddan tashqari qayta ishlab olish. Masalan, hadeb arturganingiz bilan bu qiymat berib qolmaydi. Nima deydi? Misol sifatida. Da, misol sifatida aytolmadim. Masalan, qayta ishlashga misol keltiradigan bo'lsam, masalan, sifat nazoratini deydi. Kompaniyalarda, ayniqsa bu katta kompaniyalarda jarayonning har bitta qismida sifat nazorati yo'lga qo'yilganda, bu kerak bo'lmagan holatlarni ko'p isbotlab berganmiz. Masalan, bitta o'zi operator bo'lgan bo'lsa, bitta sifat nazorati xodimi turadi yana. Oldida. Bu juda ham anaqa byurokratik olib keladigan narsa. Aytish mumkin, yo'q bu sifatga ta'sir qiladi desangiz, yo'q, sifatga ta'sir qilmaydi. O'sha kompaniyada baribir sifatsiz narsa chiqyapti. O'shaning uchun logikani to'g'ri qo'yib olish kerak-da. Biznes prosesni ko'rib chiqqanimizdan keyin, masalan, o'sha juda ham yaxshi instrument bor, BNPL, Business Process Modeling and Notation degan. Biz o'zimiz ishlatamiz. Chizganingizdan keyin hozirgi holatda o'zi ko'rinadi. O'zi proseslar qanaqa ketyapti, bir mahsulot kirib chiqqandan keyin uni bergungacha bo'lgan holatda proseslar bor. Qaysi отделlardan o'tish kerak, nima vazifani bajarish kerak. Keyin savol beramiz har bitta jarayonga nisbatan. O'zi bu kerakmi, kerak emasmi deb. Kamida 2 barobar qisqaradi mashq. Bizda tajribamiz. Bunga o'zi ehtiyoj bormi, yo'qmi? Xuddi shunaqa. Masalan, oddiygina mana meditsina bilan shug'ullanadigan kompaniyalarni olaylik. Analiz topshirishga keldingiz. Registratsiyada sizni bitta kompaniya misolida registratsiya qilayotganda sizni barcha ma'lumotlaringizni registratsiya qildi. Va kabinetga olishga chiqdingiz. U kompaniyada o'ta ham yana yozib oldi alohida daftarchasiga. Xo'p, nimaga yozib olamiz? O'zini protseduralari bor, standartlari bor. Yozib olishimiz kerak, ertaga bu kor bo'lgan bo'lsa ko'rsatishimiz uchun. Eng qizig'i, registratsiya bilan bu ma'lumotlar bir xilmi? Bir xil. Soati ham deyarli bir-biriga yaqinmi? Bir-biriga yaqin. Uni nimaga kerak bu narsa? Eng qizig'i, mana shu ikkala registratsiyadan qachondir foydalandinglarmi oxirgi 3 yilda? Yo'q. Unda nima keragi bor? Vaqtimizni sarflab. Bitta xodim boshqa qiymatli roshga o'tdi o'shandan keyin. Deydi. Bu ichki xodimni bo'shatish emas, shunchaki kerak bo'shatish emas. Biz odatda harakat qilaman, kompaniya rivojlanayotgan bo'lish kerak. Rivojlanayotgan, masalan, Kaizen loyihalarida biz boya aytdim, xuddi o'sha inson resursi bilan, xuddi shu texnologiya bilan, xuddi shu joy bilan, joy yana eng qizig'i 50% qisqaradi, 50-30% qisqaradi ishlatiladigan joy, optimallashadi. Shuncha kuch bilan 20% kamida ko'proq mahsulot ishlab chiqarish imkoniyati bor. Bunda odamlar 20% ko'proq ishlaydi degani emas. Teskarisi, yana ham osonroq ishlaydi. Nima qanaqa kompaniyalarga kiramiz? Ko'pincha shu masalan, korzinka bilan ishlaydigan ko'p bizning mijozlarimiz. Korzinka retail ko'tarilyapti. Sut mahsulotlarini, non mahsulotlarini ishlab chiqadi bizning mijozlarimiz. Ularda kundan kunga retail rivojlangani sari talab oshib boryapti. Tabiiyki, bu juda ham zo'r loyiha. Hech qanaqa faqat masalan konsalting pul berib turib, kompaniyani jamoani shakllantirib turib, hozirgi resursi bilan ortiqcha uskunasiz ko'proq ishlab chiqarish. Eng qizig'i, uskuna bor degani ko'pincha kompaniyalarda ko'ramiz, uskuna yetmaydi deyshadi. Joy yetmaydi deyshadi. Logistika kompaniya bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri tashkillashtirilsa, biz analizimizdan ko'ramizki, shu uskunalar o'zi yarim quvvatda ham ishlamaydi. OE degan instrument bor. Ya'ni umumiy uskunalarni
samaradorligi deb tarjima qilinadi. U foiz o'lchaydigan bo'lsa 50% ham chiqmaydi o'zi. Lekin har doim aytishadi bizga liniya yetishmayapti, bizga ishchi yetishmayapti, bizga masalan pech yetishmayapti, bizga boshqa narsa yetishmayapti. To'g'ri joyga rejalashtirilsa hamma narsa yetishadi. Ortig'i bilan bor kompaniyalarda. IT loyihalar nimaga ko'p amalga oshmaydi deganim sababi shu keraksiz ishchilarni olish, jalb qilish, o'zi nima deb o'ylaysiz, kompaniyalar ichida bo'limlarda nima sababdan nizolar, kelishmovchiliklar ko'p chiqadi deb o'ylaysiz? Kompaniyada eng muhim jihat bu kam gapiriladigan ikkita oqim bor kompaniyada. Asosiy bu ma'lumot oqimi va mahsulot oqimi. O'sha proyekt boya aytganimizdek kompaniyalar bo'lsa, servisda bu oddiy fayl bo'lsa ham bu tovar oqimiga kiradi. Hujjatlarni berish deydi. Endi u xo'p, kompaniyalarda ma'lumot oqimi juda ham muhim hisoblanadi. Anaqaga qaraganda, fizik tovarlar oqimiga qaraganda. Tasavvur qilaylik, bitta kompaniyani olaylik. Masalan, mebel kompaniyasi. O'zimizda bitta case bo'lgan. O'zim buyurtma beryapman. Birinchi muammo, men bergan buyurtmani to'g'ri olib qolishmaganda bo'lgan. Ya'ni rangi, soni, umuman komplektatsiyasi. Bu sotuv bo'limi. Bu hamma kompaniyada bor bu. Bu misol keltiraman, lekin O'zbekistonda deyarli hamma tajribamizda aytamanki, hamma kompaniyalarda muammo bor. Ya'ni birinchi klientdan mijozdan sotuv bo'limi buyurtmani olib qoladi. Va birinchi muammo to'g'ri olib qolish, ikkinchi muammo bo'lsa uni производство, ya'ni ishlab chiqarish bo'limiga yetkazib berish. Ishlab chiqarish degani faqat ishlab chiqarish kompaniyasi emas. Masalan, bizda proyektni amalga oshirgan bo'lsak, bu ham ishlab chiqarish hisoblanadi. Bu nima deydi, o'quv tilida aytadigan bo'lsak, bu ishlab chiqarish hisoblanadi. O'shanga vaqtida berish. Xo'p. Uchinchi bo'ladigan bo'lsa, bu distributsiya, yetkazib berish deydi. Mahsulot olib qo'yapti, to'g'ri olmagan va vaqtida yetkazib bermagan bu ishlab chiqarish bo'limiga. Vaqtida yetkazib berilmagan. Ya'ni, men bir oydan keyin telefon qilaman. Men buyurtma qayerligini bilmayman. Ular ham topisha olmadi va endi boshlanganini menga ma'lum qilishdi. Ya'ni rejalashtirish tushmagan bu. Ya'ni qachonki ishlab chiqarishga beriladigan bo'lsa, bu rejalashga tushadi. Keyin tekshiradi sklad. Bu o'zi xomashyo bormi yo'qmi bu narsani ishlab chiqarishga mebel masalada. Xo'p, endi bu vaqtida ishlab chiqarilmadimi? Bu yerda vaqt ketyapti. O'z vaqtida yetib bormaydi. Xo'p, endi ishlab chiqarishdagi muammo bu mayli, proses texnik ko'pincha muammo bo'ladi, nuqsonlar. Endi mahsulot tayyor bo'ldi, menga yetkazib berishyapti. Yetkazib berayotganda men buyurtma qilmagan komplektatsiyada yetkazib berishyapti. Ya'ni kompaniya bu individual yasaladigan mebellar yarmisini komplektni yarmisini buyurtma qilgan bo'lsam, butunligicha yetkazib beryapti. Tasavvur qilsam qancha zarar qilyapti. Bitta meni anaqam o'zidan, buyurtmamni o'zidan. Xuddi shunaqa holat xizmat ko'rsatishda ham, ayniqsa loyihalash bilan bog'liq kompaniyalarda bu IT konsaltingda juda ko'p bo'ladi. Savdo bo'limi buyurtmani oladi, uni to'g'ri ishlab chiqarishga yoki operatsion qismiga yetkazib bermaydi. Detallari bilan. To'g'ri yetkazib bermaydi. Eng katta muammo yana bittasi o'rtada informatsiya oqimi bo'lmagani hisobiga to'g'ri reja bermaydi. Savdo bo'limi xohlagan muddatda va'da beraveradi. Bu yerda o'zi anaqa ishlab chiqarishda to'layotgan bo'ladi. Tabiiyki yetkazib bera olmaydi. Uchinchi muammo bo'lsa, bu yetkazib berish jarayonida. Yetkazib berishi mumkin, vaqtida yetkazib berilmaydi, skladda yotadi. Chunki statusi bilmaydi. Ishlab chiqarishdan keyin skladga qo'yib qo'yishadi, bo'ldi. O'tdan na savdo bo'limiga, yo na distributsiyaga xabar ketgan bo'ladi. Shunaqa qilib, o'z umuman kompaniyadagi informatsiya oqimi, ma'lumot oqimi tovar oqimidan ko'ra juda ham muhim hisoblanadi. Shu informatsiya oqimi o'zi tovar oqimini to'g'ri tashkil qilishga olib keladi. Shuni hisobiga ko'pincha muammolar chiqadi. Kelishmovchilar masalan, muxlis shu kuzatuvchilar o'ziga e'tibor bersin, biznesligi asosiy o'sha отделlar bo'limi o'rtasidagi muammolar nima bilan paydo bo'ladi desangiz, to'g'ri rejalanmaslik, ma'lumotlarni bir-biriga to'g'ri uzatmaslik, vaqtida yetkazmaslik oqibatida shu muammolar yuzaga keladi.
Demak, umumiy qilib oladigan bo'lsak, mana shu 3 ta narsa orqali ko'pincha kompaniyalar bo'limlarda kelishmovchiliklar, bu bitta nizolar. eng asosiy bitta anaqa nizolarni kelib chiqadigan bitta bu yerda faktorlar ko'p, lekin kaizen tomonidan qaraydigan bo'lsak, optimallashtirish loyihalarini qaraydigan bo'lsak, bu bitta turdagi yo'qotish, informatsiyani to'g'ri va o'z vaqtida berilmasligi. Ma'lumot to'g'ri berilmasligi. Xuddi shunaqa. Chunki bu rejalashtirishga ta'sir qiladi. Bu mahsulotlarni, xom ashyosini sotib olishga xizmat qiladi, o'z vaqtida ishlab chiqarishga va o'z vaqtida yetkazib berishga xizmat qiladi. Masalan, kaizenni bir uch burchagini oladigan bo'lsak, sifat, narx, yetkazib berish qo'yishimiz mumkin. O'z bilan o'zaro juda ham bir-biriga bog'liq. Sifat, narx, yetkazib berish. Agar biza narx masalan sifat yomon bo'ladigan bo'lsa, bu qayta ishlashga olib keladi va o'z vaqtida bu sifat degani faqat protsessdagi tovarga emas, protsesslarga ham ishlatsak bo'ladi. Xo'p, sifat agar yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, ham jarayon ham tovarga bu mahsulot yetkazib berishi cho'zilishga olib kelib beradi. Qayta ishlovga olib keladi. Bu degani mahsulotlar narxini ko'paytiradi. Keyin yana aylanma sikl boshlanadiki, o'z vaqtida mahsulot yetkazib berilmagandan keyin, sifatsiz bo'lgandan keyin mijoz qoniqishi tushib ketadi va sarafon xuddi radio orqali bir-biriga xabar ketadiki, bu kompaniyaning mahsuloti yaxshi emas ekan deb yana buyurtma kamayadi, yana cho'ziladi va buyurtma kamaygandan keyin tabiiyki tannarx oshishni boshlaydi. Yoki teskarisi bo'lishi mumkin. Sifatni oshirasiz, jarayonlarni va tovarni yetkazib berishni tezlashtirasiz, yo'qotishlarni olib tashlab va bu sizga ko'proq foyda olib kelinadi. Bu ko'proq foyda olib kelganingizdan keyin yana shu sikl davom etadi. Bitta oddiy misol bilan keltiraylik. Bu katta kompaniyalarda o'zim ko'rganman, lekin kompaniya nomini aytolmayman. Kompaniyalarni bu deyarli hamma finansistlar bilan ketayotgan kasal. Xo'p. Kompaniya masalan ishlab turibmiz, ayniqsa men o'zimda ham bo'lgan. Liniyada masalan mahsulot ishlab chiqarish uchun bu logistika kompaniyasi bo'lsin, ishlab chiqarish kompaniya bo'lsin, bu logistika jarayonlariga ham tegishli. Har doim mana расходный materiallar bo'ladi. Ya'ni har doim almashtirib turish kerak bo'lgan. Ularni sifatli va o'z vaqtida masalan qo'yish kerak. Masalan, drillga o'xshagan drill anaqasini uchini, sverlosini tasavvur qilaylik. 8 minutda anaqadan keyin, soatdan keyin qo'yib almashtirish kerak deb tasavvur qilaylik. Katta kompaniyada finansistga olib borasiz, mana shu narsani sotib olishim kerak. Shu turdagina. Birinchi savol nima bo'ladi? Arzoni yo'qmi? Ham cho'zadi, ham arzonni olishga majbur qiladi ko'p holatda. Bu nimaga ta'sir qiladi? Bu yerdan vaqtinchalik biz moddiy tomondan yutdik, lekin uni qo'ygandan keyin mahsulotda defektlar paydo bo'lishi boshlaydi. Bu cho'zilishga olib keladi va tannarx oshirishga olib keladi. Shunaqa aylanib yuraveradi har doim. Bu misol juda katta kompaniyalarda O'zbekistonda bo'lgan. Nomini aytmayman, lekin butun boshli eksportini yo'q bo'lishiga olib kelgan. Shu bittadan расходникка. O'z vaqtida almashtirmaslik. Hamma narsani biz loyihalar bilan bog'liq detallarni ayta olmaymiz. Kompaniya nomi, nima mahsulot, chunki mahsulot aytib qo'ysangiz shu kompaniyani topib olishadi. Bizda NDA degan narsa bor yoki kompaniyaga bo'lgan hurmat bor. Shu sababdan bir kes sifatida aytib ketaman holatda. Bu deyarli ko'p kompaniyaga tegishli holatlar. Umumiylashtirib aytib o'tdik. Umumiylashtirib aytib ketaman. O'zi nima deb o'ylaysiz, Abdulaziz aka, O'zbekiston korxonalari, O'zbekiston kompaniyalari qanchalik samaradorlik bilan ishlayapti? Nima deb o'ylaysiz? U samaradorligi juda ham past. Bu deyarli hammasida. Chunki biz hamma loyihalarimizda minimaliy 20%, 30% samaradorlikni oshirganmiz. Bu pilot loyihasini o'zida, agar masalan Safiyani o'zingizlar bilasizlar, juda ham yorqin misol yoki O'zbekistonda kaizen loyihasini amalga oshirgan Safiyaga o'xshagan bir misol, negadir ham hali nomi chiqmagan shirkat Orzu adashmasam Medi shakli. Ular ham masalan meditsina sohasida 4-7 ta filiali bor deb eshitdim. Ularda ham kaizen har doim davom etyapti. Bu narsaga pilotni o'zida 20% samaradorlik oshdimi? Bu degani tasavvur qiling, kompaniya xuddi Safiyaga o'xshab 5 yil davomida yoki umuman to'xtovsiz shu takomillashtirish amalga oshiriladigan bo'lsa, qanchalik darajada effekt berishi mumkin, qanchalik darajada bu narxni optimallashtirish, sifatni o'sishiga va umuman olganda kompaniyaning kengayishiga sababchi bo'lishi mumkin.
umuman olganda hamma deyarli kompaniyalarimizda bu xoh ishlab chiqarish bo'lsin, xoh logistika bo'lsin, xoh proyekt kompaniyasi, servislar hamma joyda yo'qotib bor. Hatto o'zimizda ham ko'p aytaman. O'zimizda ham bor, masalan, konsaltingda. O'zi bu qarang, ishlagan loyihalarimizda 20%, 30% samaradorlikni oshiryapmiz deyapsiz-ku. Bunda o'ylab qaraydigan bo'lsak, o'zi bu yomon narsa degan, to'g'rimi? 20%, 30% naqani o'stirish, chunki agar rivojlangan kompaniya bo'lsa, zo'r kompaniya bo'lsa, bu foiz darajasi kamayadi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa, mana Shuning uchun samaradorlik past deyapsiz bizning kompaniyalarda. xuddi shunaqa hamma loyihalar deyarli amalga oshirsa, bizda hamma loyihalarda shu natijaga erishamiz, sababi juda ham yo'qotish katta hamma kompaniyada. Qanchalik darajada uzoqqa borsangiz, masalan, Toyota'ning o'zida ham kundan kunga, masalan, loyihadan loyihaga bitta kompaniyada takomillashtirish, masalan, foiz sifatida qimmatlashishni boshlaydi. Sababi nima? Birinchi kunni o'zida ko'rasiz, hamma joy betartib, jarayonlar to'g'ri yo'lga qo'yilmagan, uni optimallashtirishda siz katta foyda qilasiz. Keyingi bosqichda endi sal yana vazifa qiyinlashadi. Muammoni topish qiyinlashadi. Yana shu yana qancha davom etsa, yana ham qimmatga tushadi, lekin o'sha takomillashtirish ham bitta jarayon nisbatan uni ham chegarasi bo'ladi. Oxir avtomatlashirish, raqamlashtirishga javob berasiz, bo'ldi. Bir xil paytda masalan davom ettirmagan ma'qul bo'lib qolishi mumkin. Xuddi shunaqa. Endi umuman bu oddiy jarayonlar o'zida bizda energetik resurslar bilan o'zimiz ham bir loyihalarda ishtirok etamiz. Energiya resurslari masalasi bo'yicha. Bu xoh energiya, bu xoh issiq suv, umuman industriyada ishlatiladi, suv ham juda ham ko'p ishlatiladi. Agro sektorimizda ham masalan hosil olishimiz uchun suvni biz dunyo bo'yicha eng ko'p sarflaydigan davlatlardan hisoblanamiz. Afsuski, suv bilan muammomiz kundan kunga yomonlashayotgan paytda. O'zi resurslarni umuman olganda inson resursi bo'ladimi? Juda ham ko'p isrof qilamiz. Men masalan bitta anaqa opsiya aytaman. O'zim tajribamda. O'qishda kanikulga keladigan paytimda, ta'tilga keladigan paytimda adashmasam qaysi bir dram pizzada o'tirganimda xayol kelgan edi. Pizza tayyorlaydigan bu anaqa edi. Tarmoqli pizza nomi. 4-5 odam ishlayapti. Odam unaqa ko'p emas, buyurtma ham ko'p emas. Chunki u pizza brendiga ko'p borganman. U ertalab bo'ladi, obedda ham unaqa odam to'liq toshib qo'ygan bo'ladi. Endi Janubiy Koreya bilan solishtirgan bo'lsa, u uzoq bilan 2 odam ishlaydi shu joyda. Chunki o'zim ham ishlaganman, juda ham kam muddatga 2 oycha restoranda. Butun boshli restoranda 3 odam, 4 odam uzoq bilan ishlaydi. Bizning holatda u 10 ta, 12 tagacha yetib boradi. Endi yana bitta anaqa bor. Inson kuchi, inson omili arzon deb turib ko'paytirsa, effektivni yana ham tushirishimiz. Chunki bir-biriga xalaqit berishni boshlaydi. Demak, sansalarli boshlanadi. Ishchi olaversa arzon deb. Yo'q, arzon ishchi degani bu samarali, ya'ni masalan bitta qimmat ishchini o'rniga ikkita arzon olaman, yaxshi bo'ladi, ko'proq ish qiladi degan narsa bu noto'g'ri narsa. Agar to'g'ri jarayonlarni tashkillashtirsangiz, o'sha yaxshi ishchini olsangiz bo'ladi. Bitta o'zi ulguradi. Qanchalik ishchi ko'payadigan bo'lsa, bir-biriga xalaqit berish, sansarali o'z vaqtida bajarilmaslik, ya'ni nima deydi, vazifa taqsimotida muammolar yuzaga kelishni boshlaydi. Har doim ham yaxshi natijalar olib kelmaydi. Yo'q, ko'p ishchi degani bu ko'p anaqa nima deydi, yaxshi degani emas. Bu aniq anekdot bor, eshitgan bo'lsa. Anekdot emas, bu bilmadim, rostdan bo'lgan narsami? SSRga kelganda bittasi qarasa, lopatka bilan qazishayotgan bo'ladi. Ko'p odam. Nimaga ekskavator bilan yoki texnika bilan qazmaysizlar desa, biz ishchi o'rnini yarata olamiz deydi. Unda qo'shib berib qo'ya qolinglar deydi. Yana ham ko'proq ishchi kuchi yaratasizlar deydi. Menimcha eshitgandim, Nina. Faqat men eslolmayman, u rostdanmi, yolg'onmi, to'qimami? Lekin bizning reallikka bu narsa juda ham to'g'ri keladi. Ya'ni kelesiz vazifalarni yaratish bo'yicha ancha kompaniyalarda ko'rganmiz. O'zimizning bitta loyihamiz bo'lgan. Biz kompaniyani optimallashtirganmiz, ketganmiz. Bu kattaroq kompaniyada. Optimallashdi, tabiiyki, ishchi kuchi ortib qoldi, deylik. Uni keyin men 3 oydan keyin, 6 oydan keyin borib ko'pincha men tekshiraman.
telefon qilaman, boraman, o'z ahvoling qanaqa, qanchalik darajada bizdan keyin yana ham o'sishga erishdinglar deb. Qarasam, ana ishda boshlagan odamga yangi protsess o'ylab topishibdi. O'zi oldin bo'lmagan. Xo'p. Bizani loyihagacha ham bo'lmagan. Bizani loyihada yana protsesslar olib tashalgan. Bu yerda bo'lsa tabelcha deganga o'xshagan protsess o'ylab topishgan. Hujjatlarga ma'lumotlarni kirgizib o'tirishadi qog'ozda. Kompaniyada o'zi informatsion sistemasi bor, ana butun boshli bazasi bor. O'shani bir tomondan kulgim kelgan, bir tomondan jahlim chiqqan, shuncha o'rgatgan nima bo'ldi deb. Shuncha filosofiya nima ketdi. Bizning maqsadimiz tannarxni tushirib, yana ham bozorda kengayib, shu ishchi bo'shatish emas. Hech qachon bizning proyektda ishchi bo'shamagan o'zi. Abdulaziz aka, mana Kaizen haqida gaplashyapmiz hozir. Mavzumizda boshidan beri Kaizen bu rivojlanish, har kuni kichkina qadamlar bilan katta natijalarga erishish. Qarang, buni faqat kompaniyalarda qilsa bo'ladi. Misol uchun shaxsan inson o'zida ham rivojlantirsa bo'ladi, to'g'rimi? Kaizenni qo'llab, har kuni 1% rivojlantirishga e'tibor berish. Bu tabiiyki, bu shaxsiy hayotda men o'zim ham kunora ishlataman. Chunki gapimizda faqat kompaniyalarga qo'llaymiz deyapmiz. Yo'q, bu masalan kompaniyada qo'l tushuntirib berish oson bo'ladi кейsda. Kaizenni xuddi eshitgan bo'lsanglar, bu deming sikli bor. PDCA, Plan, Do, Check, Act deymizmi? Plan, Do, Check, Act yoki control deydi boshqa manbalarda. Har doim bu sikl aylanadi, har bir qilish kerak. Bizning har bitta yengilligimiz bu aylana bo'lishi kerak. Yangi odat o'rganamizmi? Bu narsani ustida takomillashtirish, ustida ishlashimiz kerak. Masalan, nimani misol keltirsam bo'ladi? Xo'p, birinchi unda kompaniyadan misol keltirib, keyin shaxsiydan keltiraman. Masalan, biz bitta marketing kompaniyasini boshlaganmiz. Kompaniya degan bu kompaniya emas, bu bir loyihasi yoki kompaniya yangi mahsulot o'ylab topdi yoki ishlab chiqdi, uni marketing bilan shug'ullanmoqchi, bir muddatga belgilanadi. Loyiha o'sha marketing kompaniyasi deydi. PDCA qanaqa ishlaydi desangiz, masalan, Kaizen bo'ldi. Doimiy takomillashtirish. Xo'p, biz SMM orqali yoki marketing orqali reklama beramiz. Birinchi bosqichda material joylaymiz va targetga yoqamiz. Mashta to'xtatish natijasini o'lchashimiz kerak. Shu qo'ygan materialimizdan nechta lead kelyapti. Xo'p, endi bu PDCA qanaqa ishlaydi desangiz, endi buni tekstni o'zgartirib qo'yasiz. Anaqasini stilni o'zgartirib qo'yasiz. Keyin solishtirasiz. Bu rostdan effekt beryaptimi, effekt bermayaptimi? Har doim ham effekt beravermaydi. Balki bu stil umuman teskari effekt berishi mumkin. Xuddi shunga qarab shakllanadi ideal anaqa holat. Keyingi jarayon lead keldi, call center uni ustida ular bilan qo'ng'iroqlashib gaplashyapti. Bu holatda ham skriptlar bo'yicha har doim takomillashtirish bo'yicha ishlaydi. Asosiy savol nima bo'lyapti? Xo'p, uni takomillashtirasiz. Takomillashtirishdan keyin ko'rasiz, qanchalik darajada konversiya keyingi bosqichga oshyapti. Xo'p, agar tushib ketadigan bo'lsa, yana eski holatiga qaytarasiz, boshqa yo'lni izlaysiz, oshadigan bo'lsa, demak qoladi va standartlashtirasiz. Ya'ni birinchi rejalashtirasiz, ya'ni qaysi jarayonni yoki qaysi holatda biz mukammallashtirmoqchimiz. Plan. Do, ya'ni uni amalga oshiramiz. Keyin kontrol qilamiz. Check yoki kontrol deydi. Tekshiramiz. Rostdan ham bu ishladimi, ishlamadimi? Teskari holatga olib keldimi yoki yaxshilanishga olib keldimi? Agar bu ishlagan bo'lsa, demak, oxirgisi act deymiz. Bu standart holatga keltirib qo'yamiz. Buni uje anaqa fiksatsiya qilib qo'yamiz, bo'ldi. Bu hozirgi yangi darajamiz deb qabul qilsak bo'ladi. Undan keyin yana PDCA boshlanadi. Endi bundan ham yaxshilanish ustida ishlaymiz. Xuddi bu jarayonlarga nisbatan ham ishlatiladi. Xuddi shunaqa bu odam o'zini nima deydi, shaxsiy hayotida ham ishlatsa bo'ladi bu narsa. Masalan, mana shug'ullanishga bormoqchisiz. Qanaqadir maqsad qo'ygansiz. Bu muskul o'stirish bo'ladimi yoki nima deydi, ozish bo'ladimi? Siz birinchi reja qilasiz. Qayerga boraman, kim bilan shug'ullanaman, qanaqa dastur bo'yicha shug'ullanaman. Detadan bo'ladigan bo'lsa, uni planlarini tanlaysiz. Keti deyatami yoki intervalni anaqa ochiq qolishmi? Shunga o'xshagan. Keyin uni amalga oshirib ko'rasiz. Bu ko'pincha ishlaydimi, ishlamaydimi? Keyin uni natijasini anaqa kontrol qilasiz. O'zi bu maqsadini olib ketyaptimi, olib ketmayaptimi deb. Agar olib ketayotgan bo'lsa, demak bu standart holatga keladi.
Keyin yana o'ylaysiz, endi hozir plan qilishni boshlaysiz. Endi hozirgi hop standartik holatga keltirdim. Men yangi metodika bo'yicha yangi shug'ullanishni. Endi nima qilsam yana ham yaxshilanadi. Ko'proq yugurishga boramanmi, ko'proq cho'milishga boramanmi, suzishga boramanmi degandek. Xuddi shunaqa bir sikl ketaveradi. Odam ya'ni bitta protsess boshlagandan keyin uni har doim takomillashtirish bo'yicha ishlash kerak. Bu o'qishda ham masalan odam ta'lim olish jarayoniga ham tatbiq qilsa bo'ladi. Bu shaxsiy rivojlanishda ham masalan nima kamchiligi bor, nima shaxsiy rivojlanishda nimani plan qiladi, uni amalga oshiradi va natijasini ko'radi. Qanchalik darajada professional karyerasida o'sish bo'ldi. Men o'zimda shu narsani aniq qilganman, ya'ni ko'pincha plan qilamanki, hozirgi kunda meni kamchiligim nima? Xo'p, menda o'zim bilaman, marketing bo'yicha va sotuv bo'yicha kamchilik tugur umuman bizda marketing va savdo bo'limini o'zi yo'q. Har doim sarafoniy radio orqali shu proyektlar keladi. Tanishlik eshitadi, natijasini ko'radi va keladi. Lekin biz hozir kattalashmoqchi bo'lsak, shuni boshlashimiz kerak. Endi masalan shu narsani masalan tadbirkor har doim bilish kerak marketing va sotuvni minimal darajada bo'lsa ham. Shu bo'yicha ishlayman, sinab ko'raman. Sotuvda shu nima deysiz, spin texnologiyasi deydimi? Qo'llab ko'ramiz. Ishlasa ishladi, ishlamasa demak nimadan xato ketdi deb qaytadan uni tekshirib chiqasiz. Bu bittani sotuvchiligi. Deydi. Bu professional kasbiy o'sishda ham ishlatsa bo'ladi har doim. Ya'ni maqsad bitta narsani bir marotaba emas, uni sinab ko'rib, uni natijasini tahlil qilib turib, unga qarshi chora ko'rish kerak. Chora ko'rgandan keyin bu sikl har doim davom etishi kerak. Yana ham oldinga ketish kerak har doim. Yaxshi, ham shaxsiy misolda ham keltirdingiz, ham kompaniyalar misolda ham keltirdingiz. Demak, umumiy xulosa qilib aytadigan bo'lsak, auditoriyamiz uchun Kaizen bu to'xtovsiz kichik qadamlar orqali katta natijalarga erishish, ya'ni rivojlanish. Kichik qadamlar orqali. Xuddi shunaqa. Demak, Kaizen mavzusiga yakun yasaydigan bo'lsak, Abdulaziz aka, sizga bitta savolim bor. Bu sun'iy intellekt yo'nalishida qiziq savol. Ya'ni AI muhandisligim injiniring bo'lgan degansiz. Demak, bu ham AI ga chambarchas bog'liq bo'lsa kerak hozirgi zamonda. Hozirda hayotingizda sun'iy intellekt qanchalik qiymat beryapti sizga? Ishlaringizni bitirib, juda ham katta bir taxminan $20 ChatGPT, endi biz 30 ligini ishlatamiz kompaniyaga. Kamida bitta analitika anaqasini beradi. Bu nima? Bu ham xuddi optimallashtirish o'rnini ko'ramiz. Bir xil o'ylaydiki, universal qanaqadir paradigma qanaqadir bir yanglish fikr paydo bo'lgan, ChatGPT hamma savolingizga to'g'ri javob beradi yoki hamma masalaningizni hal qilib beradi degan. Odatda hozirgi o'rinda unaqa emas. Masalan, marketing bo'yicha deymizmi yoki umuman sotuv bo'yichami? Qisman qanaqadir yo'nalish berish mumkin, lekin sizga to'liq javob bermaydi o'zingizga. Menimcha ko'p misollarda misol qilib keltirsa bo'lsa kerak. Misol uchun mashinangiz buzilib qoldi yo'lda deylik, ChatGPT dan so'ramaysiz, mashinamni qanday tuzatsam bo'ladi? Yo'q, so'rasangiz ham bo'ladi kerak bo'lsa, lekin bu texnik narsalarga to'g'ri javob berish mumkin, lekin umuman strategik tuzatib bermaydi demoqchiman-da. Masalan, o'zimiz ishlatamiz, o'zimizni xodimlar ishlatadi. Hisobotlarni yozishni tezlashtiradi. Ya'ni bizda natijalar bor, uni chiroyli bir stilda yozib berish uchun ChatGPT ishlatiladi. Lekin yoki analizlar, kattaroq analizlar bo'ladigan bo'lsa, unga yordamlashadi. Lekin butun boshli bir konsalting proyekt qilib bera olmaydi u narsani. Xo'sh, aytdingiz, ishimizda juda ham katta qiymat beryapti ChatGPT. Endi shaxsiy fikringizni bilmoqchiman. O'zi sun'iy intellekt kelajagini qayerda ko'rasiz? Yo'q, bu yerda faqat ChatGPT emas, bu yerda har xil anaqalar bor. Umuman AI hozir Canva deymizmi, masalan, dizayn bo'lishgan. Ularning bir tarkibiy qismi bo'lib ketgan. Men ham oldin men o'zim Adobe bilan sotib olib, ofitsialniy, o'z hammasini ofitsialniy ishlataman. Microsoft bo'ladimi, Canva bo'ladimi? Sotib olib, orqasidan o'chirib chiqishga, umuman dizaynni o'zgartirishga vaqtim kun ketardi. Hozir nima? Background remover desa, bo'ldi, orqa fonni olib tashlaydi. Pen chiqib beradi, to'g'rimi? Bu AI. Yoki biz o'zimiz har kuni ishlatamiz. Har soat ishlatamiz, ochib aytaman. Nimaga desa, men masalan, injener bo'lganman, ko'proq juda ham yozishga, o'ylab yozishga vaqtim ham ketkazim kelmaydi и juda ham anaqa emasman. Zo'r men reportlarni yoki отчетlarni cho'tki qilib zo'r qilib yozib bera olmayman-da.
yozganman majbur bo'lib o'sha AI dan oldin. 2 hafta Hmm. vaqtim ketganman shu narsaga. Yo'q. Ya'ni butun proyekt qilib bo'lgansiz, lekin oxirgi natijasini bir hujjatlashtirib topshirish uchun men 2 kun ertalabdan kechgacha o'shan bilan shug'ullanganman. Hozir bo'lsa uzog'i bilan 3 kun ketadi. Nima? Menda asosiy ma'lumotlar bor. Nima qildik? Nima natija oldik? Keyingisini bo'ladi. O'shani bir chiroyli formalniy qilib berishga yordam beradi. Parafrazирование deydimi? Shunaqa narsaga ko'proq yordam beradi. Bo'ldi. Lekin bu sizga strategiya bitta kompaniyani strategiyasini men ChatGPT qilib qilmayman. Bu juda ham imkonsiz narsa. Ha. Qila olmaydi ham, to'g'ri yechim ham bermaydi. Yo'nalish sifatida foydalansa bo'ldi. Hozir Bu mana sizga assistentdek bir yordamchi so'zi bo'ladi. assistent, yordamchi. Bu sizni ishingizni qilib beradigan anaqa emas, sizni tahlilingizni qilib bermaydi. To'g'ri anaqa qilib bermaydi. Datani, ma'lumotlarni to'g'ri tahlil qilib, natijasini to'g'ri chiqarib bera olmaydi. Bunga baribir inson omili kerak. O'shani Albatta. faqatgina tezroq qilishim uchun mana shu ishimni AI ishlataman. AI bu hayotimizga nima deydi? Kirib bo'lgan narsa undan keyin kuchayadi. Masalan, O'zbekistonda ham boshlandi AI agentlari kechaga qarasa startaplarni anaqa qotdim, analiz qotdim O'zbekistonda. Startup based adashmasam 450 tamiz startup to'g'risida ma'lumot bor ekan. MI AI bo'yicha kamida 10 tami 20 tami loyiha bor. Bu anaqa sotuv agentlari bo'lishi mumkin yoki eng hozir aktual bu juda ham keraklisi. Afsuski sal ko'proq pul ketadi. O'zbek call centerlarga sun'iy intellektni joriy qilish. Ha. Ya'ni operator bilan mijoz gaplashyapti, ularni anaqasini nima deydi, gaplashganini skript ko'rinishiga, tekst ko'rinishiga keltirib, uni analiz qilish. Bu juda ham bozor katta. Bu hozir Qozog'istonliklarda ko'rdim. U narsani qilishyapti hozir. O'zimiz birga o'qiymiz bitta yo'nalish bo'yicha. Xo'p, inglizcha juda ham ko'p agentlar, sun'iy intellekt AI agentlar deymizmi? Lekin mana shu narsa masalan bitta dona eng kerakli narsa sotuvlarni rivojlantirish uchun o'zi call center ish olganingizdan keyin uni kontrol qilish odamni menejeri juda ham katta vaqtni talab qiladi. Har bitta yozuvni eshitib chiqib, o'zi qayerda xato ketyapti, qanaqa qilib biz skriptlarni mukammallashtirishimiz mumkin degan savollar qo'yiladi-ku. Bu yerda AI bo'lgandan keyin, bu yerda sun'iy intellekt bo'lgandan keyin birinchi navbatda uni tekst holatiga keltirib beradi. Ikkinchidan bo'lsa, o'zi umumiy analiz qilib turib, qanaqadir ham taklif berish mumkin. Bu degani ham to'g'ri taklif beradi degani emas. Uni keyin o'rganib chiqib mukammallashtirish mumkin bu narsani. Xo'p, keyin masalan ko'p sohalarda ishlatsa bo'ladi hozir. Ayniqsa bu finans sohasida AI yaqinda bu birinchilardan bo'lib turib, nima deydi, implementatsiya joriy qilayotgan soha hisoblanadi, ko'payadi bundan keyin. O'zi menimcha har bitta yo'nalishga kiryapti bu AI. Yani katta kompaniyalarda ham ko'raman. Misol uchun Google, Meta, faqat mana shu AI hozir menimcha men misol uchun shaxsan Google ishlatmay qo'ydim. Ya'ni searching uchun, Menda ham qidirish shu. uchun. Menda ham oqibatda esimda yo'q qachon. Ha, boshqa AI bor, sayt bor, u yaxshiroq chiqarib beradi faktlar bilan, boshqalari bilan. Misol uchun aytyapman-da. O'zi kelajagini qayerda ko'rasiz AI ni? Oxir mana shunaqa. Yo'q, men to'g'risi IT bo'yicha juda ham mutaxassisman. Hozirgina bor yo'g'i bitta blockchain bilan shug'ullanamiz. Endi blockchain juda ham bir AI yoki machine learning, ML ga o'xshagan narsa emas. Blockchain sohasida biz hozir o'sha boyga aytgandek suhbatimiz boshida yashil energiya sertifikatlarini bozoriga bir instrument bermoqchimiz. Keyingi maqsad bo'lsa bu ICO tokenlarini ishlab rivojlantirish. Ya'ni hozirgi kunda hamma sohaga pul kerak. Kompaniyalar shu tokenlarni chiqarish orqali, ayniqsa masalan qurilish sohasi deylik. Qurilish sohasi, energetika sohasida tokenlarni chiqarish hisobiga investitsiyani jalb qilish, aholining investitsiyasini jalb qilish masalasini ko'rib chiqamiz. Bu bo'yicha ishlaymiz. Endi qachon hali aniq emas, qachon chiqadi bu narsa, unga ancha vaqt kerak. AI mavzusiga ham yakun yasasak, bugun siz bilan asosan mana shu Kaizen, ya'ni o'zimda ham juda yaxshi taassurot qoldi. Har doim kichik qadamlar orqali rivojlanish. Buni juda ko'p misollar orqali keltirdingiz. Shaxsiy kompaniyalarda kompaniya tizimlashtirish, avtomatlashtirish, optimallashtirish, bular haqida ham yetarlicha gaplashdik.
Siz bilan bugungi suhbatimiz juda ham samimiy bo'ldi. Rahmat. Bizda Sizga ham. oxirida kanalimizda o'zining an'anasi bor, ya'ni mana shu sizga qaratilgan kameraga erkin mikrofon. Bu xohlagan narsangizni gapirishingiz mumkin. Xoh mutaxassisligingiz bo'yicha bo'lsin, xoh kimgadir maslahat bo'lsin, farqi yo'q. Erkin mikrofon. Keyin suhbatimizni yakunlaymiz. Umuman olganda, to'g'risi hozir nima deydi? Ideya yo'q. Nima to'g'risi gapirishni bilmayman, to'g'risi. Keling, Mana shunisi kompaniyalar hozirgi kunda konsultatsiya bilan ko'p ishlayapti. Biz mana asosiy soham bo'yicha, konsultatsiya bo'yicha bir maslahatimni bersam, bu kichik va o'rta bizneslar uchun. Kompaniyalar qanchalik kattalashsa, ular konsultatsiya xizmatidan aniq foydalanadi. Masalan, davlat sektorida har doim masalan auditdan o'tishadi. Bu buxgalteriya deymizmi yoki sotib olish jarayonlari deymizmi yoki qanaqadir transformatsiya bo'lsa aniq bo'ladi. Ya'ni konsultatsiya ko'pincha sizni birinchi jarayondan birinchi holatdan ikkinchi holatga o'tishingiz tezlashtiradi, chunki u siz uni optini, uni tajribasini sotib olasiz. Lekin hozir tizimlashtirish bo'yicha umuman konsultatsiya ko'p anaqa gapirilyaptiki, lekin ko'plari ishlamayapti. Konsalting loyihalari ko'p ishlamayapti. Nimaga sabab bo'lsa, o'sha asosiy anaqa meni tavsiyam kichik va o'rta biznesga bo'ladi. Konsultant olayotganda nimaga e'tibor berish kerak? Eng katta xato bu birinchi proyekt men o'zim ham qilgan xato. Konsultant borib ishlab berish. Ya'ni ishchi sifatida bir xuddi shtatniy anaqa personal sifatida ishlab, hamma narsani o'zi analiz qilib, hammasini optimallashtirib chiqib ketsa, o'sha proyekt orqaga qaytish boshlaydi. Avvaliy holatda nimaga desangiz, konsultant o'tda bilim jamoaga o'tkazilmadi. Ularda bu madaniyat, bu transformatsiya madaniyati, takomillashtirish madaniyati shakllanmadi. Ikkinchi masala bo'ladigan bo'lsa, boyagi bu ham boshida gaplashildi. Kompaniya rahbariyati, top menejeri hammasi qatnashishi kerak transformatsiya jarayoniga. Chunki 100% holat loyihalarda qarshilik albatta bo'ladi. Qarshiliklarni boshqarish kerak. Konsultant haqqi yo'q, maslahatchini ularning ishchisiga buyruq berib, ularni jazolashga. Faqat bu rahbariyat orqali amalga oshiriladi. Uchinchisidan bo'lsa, umuman konsultatsiyadan oldin o'zi nima muammoligini bilib olish kerak. Eng katta muammo shu kompaniyalar, kichik va o'rta biznes konsultatsiya bo'yicha aloqaga chiqishadi. Lekin gaplashgandan keyin bilasizki, ular muammosi hozirgi muammosi, o'zi muammo bo'ladi, lekin hozirgi muammosi tizimlashtirish yoki operatsiya bilan bog'liq emas. Ular birinchi qiladigan ishi nima deydi? Savdoni oshirish deydi. O'zi kompaniyani asosiy anaqa savolimiz qolib ketibdi. Tizimlashtirish o'zi qachon boshlashimiz kerak degan savol bo'lishi kerak. Eng zo'rim anaqa kompaniyani hayot sikli, life cycle anaqasi bo'ladi. Etaplar bo'ladi. Masalan, ideya holatidan paydo bo'ldi, bu startup holatiga o'tdi. Chaqaloqlik davri deymiz. Keyin hamma ishlar tez-tez bo'lib, rushdon boshlanishi boshlaydi. Undan keyin barqarorlik yaqinlashadi, o'sish bo'ladi, gullab yetishlash. Undan keyin barqarorlik bo'lib, sekin kompaniya o'lish boshlashadi. Nima bo'ladi? Byurokratiya kuchayadi. Katta kompaniya katta bo'lgandan keyin byurokratiya ko'payib ketadi. O'tda keyin boshlanadi, avtoritarizm boshlanadi. Shunga o'xshab kompaniya cho'kish boshlaydi. Bu tepada barqarorlik jarayoniga chiqqandan keyin kompaniyalar har doim shu yangi mahsulot deymizmi, yangi transformatsiyalar orqali har doim bu barqarorlikni cho'zib turish kerak. Xo'p, hamma masalan hozir tizimlashtirish to'g'risida gapiryapti. Tizimlashtirish o'zi kerakmi? Shu Adiz modelini men tavsiya qilaman. Taxminan $15 ga agar ingliz tilini biladigan odam bo'lsa, o'zining saytidan kompaniyasining statusini aniqlasa bo'ladi. Hozir tez-tezdan davay deydi, aniq o'sha bosqichidami yoki sal o'sayotgan bosqichga o'tdimi yoki hozir gullab yashash jarayonidami yoki barqaror jarayondami? Har bitta etapi o'zini anaqasi bor, muammosi bor. Masalan, chaqaloqlik davri deymizmi, tez davomida bu asosiy muammo bu savdoni oshirish bo'ladi. Kompaniya tizimlashtirishga e'tibor berish kerak emas. Kompaniya qachon tizimlashtirish kerak? Qachonki o'z savdoni qilib qo'yib, yetarli darajada производствоga ishlab chiqarishga, operatsionkaga объем bergandan keyin. Ana undan keyin siz har kuni qo'lingizga tegmayapti, ish ulgura olmayapsiz. Ana undan keyin siz tizimlashtirasiz. Undan keyin distributsiya bo'ladi.
xuddi shunaqa tizimlash qachon bo'ladi desa, o'zi ko'pincha tez jarayoni yoki gullab o'sayotgan joyida tizimlashtirish kerak bo'ladi. Chunki kompaniya kengayish uchun tizimlashtirish kerak. Albatta. Agar tizimlashmasa, yo sinadi yoki bu yo kompaniya o'zi sinadi yoki asoschini o'zi sinadi. Kuchi yetmasdan tanga hol kelib qoladi. Ertalabdan kechgacha ishda bo'ladi. O'shaning uchun birinchi o'zi tizimlashtirish qachon boshlayman degan savolga javob olish kerak. Birinchi odatda savdoni kuchaytiramiz, keyin bo'lsa tizimlashtiramiz. Tizimlashtirishdan oldin ham yana bitta muammo bor. Bu xodimlarni boshqarish, HR funksiyasini to'g'ri yo'lga qo'yib olishimiz kerak. Tizimlashtiramiz. Tizimlashtirgandan keyin endi kompaniya ishlab turibdi. Upravленческий учет yerda boshqaruv hisobotini yo'lga qo'yishimiz kerak. Kompaniya qaysi pulim qayerga ketyapti aniq javob olishi kerak. Ya'ni butun kompaniyani o'zi boshidan boshlab bu narsa raqamlarda ko'ra olish kerak. Oddiy savdo paytida ham boyagi reklama berdi, nechta lit kelyapti. Hozir o'lchashimiz kerak. Qachonki biz o'lchay olamiz, prosessni takomillashira olamiz. O'lchay olmasak, biz hech qachon keyingi bosqichga o'ta olmaymiz. Undan keyin call centerga tushyapti, call centerdan nechtasi konvertatsiya bo'lyapti. Undan keyin agar 3 bosqichli bo'ladigan bo'lsa yoki 5 bosqichli bo'ladigan bo'lsa, bosqichga qarab turib, 3-bosqichga, ya'ni texnik xodim, konsultant mijoz bilan gaplashyapti, qanchalik darajada u keyingi bosqich, ya'ni dogovor qilishgacha, kontrakt qilishgacha olib boryapti. Ya'ni har bittasini sababi bilan har doim o'lchab muammolarni har xil instrument bor bo'ladigan muammolarga yechim berishni o'rganishimiz kerak. Abdulaziz, erkin mikrofonimiz menimcha Vizier tarixida birinchi marta bunchalik keng bo'ldi, bunchalik uzoq bo'ldi. O'zi ko'p gapiradigan gap juda ham ko'p. Afsuski, xudo xolasa keyingi podkastlarda albatta. Biz hozir ishlayapmiz, yaqindan boshlanadi, hali ishlash boshlamadik. Shu kontentlarni ko'paytirish, iloji boricha Instagramda, YouTube'da, Telegramda va asosiysi veb-saytimizda shu bilimlarni bepul iloji boricha agar ulgursak, ulguramiz. Kompaniya o'zini o'zi audit qiladigan, o'zini disk instrumentlari bilan xodimlarni tekshira oladigan bir platformani taklif qilmoqchimiz. Ya'ni veb-saytimiz ngd.uz faqat proyektlar biz haqimizda emas, birinchi navbatda bilimlar berish kerak. Blog postlar, ikkinchi navbatda bo'lgan bo'lsa, bu o'zini shaxsiy kabineti orqali kompaniyasini onlayn analiz qila oladigan, audit qila oladigan darajaga olib kelmoqchimiz. Xudo xolasa. Gapirishga ham xayr, erkin mikrofon mavzu bo'lib ketib qo'ymay. Abdulaziz aka, sizga samimiy suhbat uchun kattakon rahmat. Avvalambor vaqt ajratib kelganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Bugungi asosiy mavzumuz Kaizen haqida bo'ldi. Nimaligi haqida bo'ldi. O'ylaymanki, auditoriyamiz ham biron-bir manfaat oladi. Xush kelibsiz. Rahmat kattakon. Sizlarga ham ishingizga baraka tilayman. Yana ham manfaatli shu podkast deymizmi, boshqa loyihalarni ko'paytirishga tarafdor bo'lib qolaman. Albatta.